Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. 18 apreldan 23 aprel kunlarigacha O'zbekistonning 9 ta viloyatida istiqomat qiluvchi fuqarolarga tezkor axborot bilan chiqdi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. Joriy yilning 18 apreldan 23 aprel kunlarigacha kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli O'zbekistonning 9 ta hududida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqida O'zgidromet agentligi xabar berdi. Jumladan, xavf e'lon qilingan hududlar: Qashqadaryo viloyati, Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, G'uzor tumanlarida; Surxondaryo viloyati, Sarosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod tumanlarida; Samarqand viloyati, Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrobod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy tumanlarida; Navoiy viloyati, Xatirchi, Navbahor, Nurota, Narman tumanlarida; Jizzax viloyati, Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov tumanlarida; Toshkent viloyati, Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent tumanlarida; Namangan viloyati, Bob, Kosonsoy, Chortoq, Chust tumanlarida; Farg'ona viloyati, So'x, Farg'ona, Beshariq tumanlarida; Andijon viloyati, Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa tumanlarida sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda yashovchi fuqarolar, dam oluvchi hamda ushbu hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlari so'ralgan, deyiladi O'zgidromet xabarida. Respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planish ehtimoli ham yuzaga kelishi mumkin. Suv bosishga olib kelishi mumkin, deyiladi xabarda.